Allo. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Assalomu alaykum. Hozir sizning telefoningizga kod boradi. Zudlik bilan bizga ayting, chunki firibgarlar sizning kartangizdan pul yechib olmoqchi. Firibgarlar? Albatta. Ya'ni hozir sizga shunda kodni aytsam, pullarim kartamda qoladimi? Albatta, hurmatli mijoz. Rostdan aytyapsizmi? Albatta, hozir sizga kod boradi. Zudlik bilan bizga ayting. Xo'p, 56 Mhm. 43 Mhm. va oxirida yana bitta 3. Aha. Kuningiz yaxshi o'tsin. To'xtang! Kartamdan hamma pullarimni yechib olishdi. Bugun juda muhim va hozirgi kunda aktual bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi kunda firibgarlik faqat ko'chada bo'ladigan narsa emas. U telefon orqali ham, SMS orqali ham, ijtimoiy tarmoqlar va soxta saytlar orqali ham bo'lyapti. Eng yomoni, firibgarlar texnologiyalardan juda yaxshi foydalanadi va odamlarning ishonchiga ham yaxshigina kira oladi. Shuning uchun siz bilan eng ko'p uchraydigan hiylalar va ulardan qanday himoyalanish haqida gaplashamiz. Firibgarlar odatda 3 ta narsaga tayanadi. Birinchisi bu qo'rquv, ya'ni ular hisobingiz bloklandi, hozirgina pul yo'qoladi, pulingizni olib qo'yishadi degan qo'rquvlar bilan sizni qo'rqitishadi. Ikkinchisi shoshiltiradi. Hozir bo'lmasa kech bo'ladi degan gap so'zlar bilan. Uchinchisi esa ishonch beradi. Ya'ni men bank xodimiman, men sizga to'liq yordam bera olaman deydi. Agar siz shoshilinch qaror qabul qilsangiz, bu har doim xavf belgisi hisoblanadi. Birinchisi bank xodimi qo'ng'irog'i. Sizga qo'ng'iroq qilishadi va shunaqa deyshadi: kartangizda shubhali operatsiya bo'ldi yoki tasdiqlash uchun SMS kodini ayting deyshadi. Bu eng keng tarqalgan firibgarlik hisoblanadi. Eslab qoling, bank hech qachon SMS kod, PIN kod yoki karta raqamini so'ramaydi. Ikkinchisi soxta SMS va linklar. Siz yutdingiz, hisobingiz bloklandi, to'lovni tasdiqlang. Agarda siz linkni ustiga bossangiz, soxta sayt ochiladi va siz o'zingizni va karta ma'lumotlaringizni ularga berib qo'yasiz. Qoidasi oddiy: shubhali linklarga deyarli kirmang. Uchinchisi ijtimoiy tarmoqlardagi oson pul takliflari. Ya'ni siz tez boyib ketasiz, pul qo'ying va u 2 baravar bo'ladi degan takliflar deyarli har doim firibgarlik bo'lib chiqadi. Haqiqiy investitsiya kafolat bermaydi va ularni doimiy ravishda hujjatlari bo'ladi. To'rtinchisi soxta onlayn do'konlar. Narx juda ham arzon bo'ladi, dizayni chiroyli bo'ladi, lekin ularda aloqa ma'lumotlari deyarli bo'lmaydi. Manzili ham ko'rsatilmaydi odatda. Agar siz pulni oldindan yuborsangiz, sizga hech qanaqasiga mahsulot yetib kelmaydi. Qanday qilib o'zingizni himoyalash mumkin? Bu yerda 5 ta oltin qoida bor. Birinchisi, hech qachon SMS kod, PIN kod yoki karta ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. Shubhali linklarga kirmang. Telefon orqali o'zini tanishtirgan, ya'ni xodim deb tanishtirganlarga umuman ishonmang. O'zingiz bankka qayta qo'ng'iroq qiling. Kartangizdagi perivodlarni ilova orqali doimo tekshirib turing. Shubhali agar holatlar kuzatilgan bo'lsa, kartangizni ilova orqali darhol bloklang. Nega doim karta bilan ehtiyot bo'lish muhim? Bugun firibgarlikni katta qismi odamlarni beparvoligi, shoshilishi va ularni ishonuvchanligi sabab bo'lmoqda. Texnologiya xavfli emas, ehtiyotsizlik xavfli. Agar sizga kimdir shoshiling, sir saqlang, kodni aytib yuboring desa, siz birinchi o'rinda to'xtang, o'ylang va tekshiring. Bu 3 ta qadam sizni minglab muammolardan saqlaydi. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, firibgarlar har doim bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Lekin bilimli odamlarni aldash juda ham qiyin. Qoidalarni eslab qoling. Bank hech qachon kod so'ramaydi. Shubhali link doimo xavfli. Shoshilish bu firibgarlarni eng katta quroli hisoblanadi. O'zingiz va yaqinlaringizni ushbu videoni ulashish orqali ogohlantiring. Bu moliyaviy xavfsizlikning eng muhim qismi hisoblanadi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Davr Bank, vaqt bilan sinalgan ishonch.